Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun sizlar bilan barmoq uchlari betakrorligi haqida gaplashamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Qiyomat kuni bilan qasam va malomatchi nafs bilan qasam. Inson bizning uning suyaklarini jamlay olmas deb o'ylaydimi? Albatta, biz uning barmoq uchlarini ham tiklashga qodirmiz. Bu yerda nima uchun aynan barmoq uchlari deyilyapti? Ko'z, burun, lab xuddi siznikidek kimgadir o'xshashi mumkin. Birga bir nusxa bo'lishi mumkin, lekin barmog'ingizni uchi hech qachon siz o'lib ketganingizdan keyin million odamlar dunyoga kelganda ham hech qachon siznikiga o'xshamas ekan. Bu Allohning qudrati. Alloh taolo bizga bu yerda shuni ta'kidlayapti. Barmoqlarning bu xususiyati yaqingacha hech kimga ma'lum emas edi. 1884-yilda Angliyada kishilarga imzo chekish o'rniga barmog'ini bosish joriy qilingandan so'ng hech bir insonning barmoq izlari boshqa birovnikiga o'xshamasligi ayon bo'ldi. Buni ham imzoni o'rniga shu отпечатка joriy qilgandan keyingina insonlar bilishgan.